Hurmatli obunachilar, mana bugun kelgan siklonli akula drobilkamizni sizlarga ko'rsatish maqsadida imkonim darajasida tez yig'ib olishga harakat qildik. Mana ustunovkalarni qilib bo'ldik. Bu drobilkamizning motorlari 100% misab modga. Tok o'ynaganda zashitalari bor. Keyin напряжениeni ko'rsatib turadigan datchiklari bor o'zini. 3 kW 3000 оборотli 220 motor. Drobilkamiz ho'l, quruq, o't hashiy mahsulotlarini silos qilib beradi. Don mahsulotlarini un, kepe, yorma holatida ham maydalab beradi bemalol. Mana bu siklon orqali chang yetmasdan tushirib beradi. Bu yaxshi tomoni shu chang yetmasligi, siklon orqali tushadi. Skors orqali razmerlarni o'zgartirsa bo'ladi. O't hashiyni maydalash razmerlari mana shu rechag orqali o'zgartiriladi. 3 xil setkasi bor komplektida. 3 xil setkalari bor mana. Hashiy donga mo'ljallangan. Mana bu don bunkeri, mana shu yerdan don solinadi. O'tgan yili sotgan akula siklonli drobilkamizdan ancha kattaroq varianti bu, xudo xolisa. Balonlari ham rezinkali, kauchukli, katta balonlari ham katta. O'tgan yili kichkina edi. O'zi drobilkaning o'zi ham sal kichkinaroq bo'lgan. Bu varianti, katta varianti bo'ldi, xudo xolisa. Uzunligi 1.55, eniga 45 chiqyapti. Mana bu balandligi, mana bu hashiy kiradigan joyi 23 sm. Drobilkaning o'zi ham 90 sm balandligi. Xudo xolisa. Yana kanalga ichidagi pichoqlari bilan rasmlarini, производительностьlarini, soatiga qancha chiqarish, hamma ma'lumotlarni xudo xolisa qo'yamiz. Kanaldan uzoqlashmanglar. Yengilinglar. Chorva drobilka kanalida har doim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.